Ukajonim uchun duo. Allohim, bir qorindan talashib tushgan qonim va jonim bitta bo'lgan ukamni o'z panohingda asra. Qadamlarini doim barakali qil. Mehribon ukamni o'zing qo'lla. Unga shunday go'zal taqdir berginki, butun umri faqat baxt va xotirjamlikda o'tsin. Mashaqqatli kunlarida unga osonlik ber. Yaxshi kunlarda atrofida doim yaxshilar jam bo'lsin. Biz jigarlari baxtiga umri uzun, rizqi butun bo'lsin. Hayot yo'llarida aslo qoqilmasin. Yuzidan tabassum, qalbidan iymon nuri hech qachon arimasin. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibat bardavom bo'lsin. Ushbu videoga like bosib, jonajon ukangizga yuborib, uni xursand qiling. Ukajonim uchun duo. Allohim, bir qorindan talashib tushgan qonim va jonim bitta bo'lgan ukamni o'z panohingda asra. Qadamlarini doim barakali qil. Mehribon ukamni o'zing qo'lla. Unga shunday go'zal taqdir berginki, butun umri faqat baxt va xotirjamlikda o'tsin. Mashaqqatli kunlarida unga osonlik ber. Yaxshi kunlarda atrofida doim yaxshilar jam bo'lsin. Biz jigarlari baxtiga umri uzun, rizqi butun bo'lsin. Hayot yo'llarida aslo qoqilmasin. Yuzidan tabassum, qalbidan iymon nuri hech qachon arimasin. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibat bardavom bo'lsin.